Yo, tushundim. O'zi men hozir sizni shuncha tinglab turdim. O'zi bizani jamiyatda bolalar uyini borligi o'zi biz uchun isnodda. Mana bunda oladigan bo'lsa, men aytmoqchi bo'lganim, har bitta biza o'zi основной bizani kontingentimiz, bizani anaqa o'zi islom diniga anaqada bizada u bola muqaddas hisoblangani uchun ko'p davlatlarda men bilgan anaqada bu bolalar yetim bolalar bo'lish kerak emas degan anaqa bor, aqida borda. Prezidentimiz ham aynan shunga amal qilib, o'sha bolalar oilada tarbiya topsin, oilalarda bo'lsin deb shu qarorni chiqarishganda 2007-yildagi 158-qarorni sonli qaror chiqqanda, lekin ijrosidan masalan shaxsan men qoniqmayman. Masalan, hozir o'zini 5 ta farzandi bo'lsa, yana 9 ta farzand olgan tadbirkorlar bor, boshqa bor. Endi aytayapti, men opa-ukalarni bitta qilib oldim, nima qildim. Balki hamma tomonlama mukammal sharoit yaratilgandir, nima qilingandir, lekin baribir o'sha aytayotganimdek, tirnoqqa zor, haqiqatan ham farzand ko'rmagan onalar haqida ham o'ylab ko'rish kerak bo'lsa o'sha nima deydi, hattoki biz moddiy sharoiti agar kamroq bo'lsa, uy-joy bilan ham haligi nima qilib turib sharoit yaratib berishimiz mumkin edi-da ularga ham. Farzand talablarga hamda. Hozir men eshitsangiz yana ham qo'rqib ketishingiz mumkin. Ba'zi nimalarga organ xodimlariga so'ramasa ham berilganda, bolalarni so'ramasa ham berilgan, nazorati kuchli bo'ladi, nima bo'ladi? Mana shu yerda endi 14, 15, 16 yoshli bolalarni faqatgina shu organ xodimi zo'r tarbiyalashi mumkin, nazoratni zo'r ushlashi mumkin deb shunchaki berilganda, bilasizmi? Men shaxsan o'zimga qo'ng'iroq qilgan va undan ko'ra bolalar uyida yashasam yaxshi edi degan bolalar borda. Endi to'g'ri, isnod men shaxsan lekin bitta tomonlama qarshimanki, hozir biz qanaqa jamiyatda yashayapmiz? Juda moddiy jihatdan juda ham bir nima o'ta ta'minlangan xalq emasmizda. Shunaqa holatlar bo'lyaptiki, mana ajrim bo'ladi, o'tgan safar gaplashdik, ajrim bo'ladi. Bola masalan erkakka ayol yoqmay qolsa, bolasi bilan haydayapti. Hattoki bitta uy olib berishga qurbi yo'q. Bitta uy olib bera olmayapti yoki ajratmayapti. Bolani o'zini haqqini ajratmayapti-da. Ona bolasini ota-onasiga tashab turib, mardikorlikka ketyapti. Turkiyada borib birovni uyini tozalaydi, kasalni qaraydi, bola qaraydi, yuradi. Bola bitta nazoratsiz qolyapti. Shunaqa bolalarni ko'rdimki, o'sha yaqinlari qaralmasdan, nima deydi, majbur bolalar uyiga vaqtincha qarab turishga berishgan. Onasi pul yuborib turadi, boshqa qiladi. Bu mana shu nimada bu ham bir yechim bo'lishi mumkin. Chunki men bitta oila bilan gaplashdim. Mana siz mana shu qizaloqda buvisi ekansiz, sizga qizingiz ishonib topshirib ketibdi. Nimaga bolalar uyiga olib keldingiz? Ham yig'lab aytdiki, uyimdagi o'g'li tajovuz qilyotdi bunga. Yetilib qolgan 12 yoshli qizga shu uyimdagi men deydi, buni tishlasam ham og'ridi, bunisi ham tishlasam og'ridi. Majbur olib kelib berdim, tashab qo'yganim yo'q, qizim ko'rib ketyapman. Bunaqa taqdirlar bor, ko'p edi-da. Mana hattoki shunaqa holatga duch keldimki, bitta bola bor edi. U ham xuddi shunaqa, yaqinlari masalan ota-onasi bir kunda avtohalokat qurboni bo'lishgan. Ota o'zi yetim katta bo'lgan ekan. Ona tomonidan anchagina muammoli holatlar bo'lgan ekan va o'sha bolani ham taniymiz, ular bitirib ketishdi, menimcha adashmasam 18 emas 21 ga kirdida u bolalar, katta bolalar bo'lib qolishdi. Lekin
O'sha bolalar uyida olgan tarbiya bilan ular yomon bo'lgani yo'q. Men o'sha bolalar uyini bilasizmi? Bog'boni ham bolalar bilan mana shunday gaplashardi-da. "Ke bolam, bitta daraxtni birga ekaylik. Kemaytga suv quyib turgan, mana shu daraxt men bilan sendan keyin shu yerda qoladi." Nimalari oshpazlarini eslayman. Oshpazlari ham bir kuni bitta qizcha xafa bo'lib o'tirsa, umumiy ovqatdan bermasdan onamni nimasini sog'indim, mantisini sog'indim desa, ona mantini qanaqa qilardi, ichiga nima rayhon nima qo'shib qilardi desa, erinmasdan bitta qizaloq uchun manti qilib berayotgan oshpazlarni ham ko'rganman. Buni hammasini isnot ekan, bu yomon ekan deyishda keragi yo'q-da. Bitta narsadan juda qattiq ta'sirlanganman, o'sha bolalar uyida kollektivlik bor edi-da. Hatto mahallani ichida maktabga borib qatnab o'qishardi. Mahallada agar birortasi noto'g'ri gapirsa, singlim deb himoya qilib kelardi-da. Bu meni singlim nima deyapsan? Men bir u pichoq urib kelganini, chunki yo'qda juda yaxshi tarbiyaviy soatlar olib borilardi bolam. Achchig'ing burningdan otilib chiqib ketayotgan bo'lsa ham qo'lingga erik berma, pichoqlama, nima qilma, lekin bu seni singling, meni ukang. Bu bolalar uyini ichkarisida hamma bir-biriga aka singil himoya qilishga qilgin bolam deyardi-da. Men o'zim ko'zim bilan guvoh bo'lganman. Shunday bir chiroyli akam, singlim, ukam deb himoya qilishardi. Endi siz aytmoqchisizki, bolalar mehribonlik uyi bo'lgani yaxshi edi, ya'ni bolalar tarqatilgandan ko'ra ularda yosh mehribonlik uyi bo'lgani yaxshi. Agar tarqatilsa, haqiqatdan ham farzandga zor insonlarga tarqatilishi kerak. Muhtoj bo'lganlarga. Bu farzandga muhtoj bo'lish degani faqatgina undan dastyor sifatida foydalanish degani emas. Nima emas. Bitta yaqinda mana bir ajoyib uchrashuv bo'ldi. Toshkent Hilton otelda bir Turkiyadagi tadbirkorlar bilan katta bir yig'ilishda o'tirsak, bo'layotdi. Bitta nima kelib, qattiq quchoqlab, "Ayajon" deb quchoqlab oldi-da. "Tanimadim seni" desam, "Ayajon, siz menga" dedi, "anaqa robototexnika nimasini olib kelib berdingiz, esingizda bormi?" dedi. Ha, endi esladim, chunki bizda oilada an'ana borki, shu bolalarda tug'ilgan kunlari bo'lganda turmush o'rtog'im yo kitob yoki nimas, o'sha adasi bugun palonchini tug'ilgan kuni edi desam, nimaga qiziqadi, palon narsaga desam, "Men shunga olvorgin", yo pul berardilar, yo o'shani olib berardilar. O'sha bolaga shu robototexnika to'plamini olib kelib bergan ekanman-da. Shu bitta to'plam bilan hayotimni topib ketdim. Nimaga desam, o'sha rosa tushkunlikka tushib, nima qilib o'tirganimda olib kelib berdi, shu bilan chalg'idim va esingizda bo'lsa, agar shu bilan yaxshi shug'ullansang, yaxshi inson bo'lib ketasan, olim bo'lib ketasan, hattoki yaxshi pul topasan, o'zingni oila bo'lsa bolalaringga o'rgatasan degan nimani berardingiz. Opa, men yaxshi o'qib, keyin o'sha farzand asrab olishga kelgan bitta oila mana shu mashg'ulot ustida ko'rib, aqlliroq bola shekilli deb meni asrab olishdi dedi. Hozir Amerikada yashaymiz dedi. Ota-onang o'zbekmi desam, o'zbeklar dedi. Dedi, "Men minnatdorman" dedi. Agar dedi o'sha yerda men hammasidan minnatdorman. Bog'bonni eslaysan, eslayman. Nadya opani eslaysan, eslayman. Palonchi opani eslaysan, eslayman. Hammasini eslayman. Meni oilamni dedi. Lekin yopilibdi, borib hech kimni topolmadim, tarqatilgan dedi.